Yo, hadaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Xullas, men sizlarga TJK Pro'ni akkauntini sotmoqchidik. TJK Pro'ni akkaunti 100 ming so'm turadi. 100 ming so'm demoqchi o'rtoqlar. 50 so'm turadi tojik pulda. Mana bitta Prime 9, Prime 9. Shuni bitta 10 so'mlik urvorsanglar, shuni Prime 10 bo'ladi. 10 bo'ladi, men 2 bo'ladi degani Prime adashlar ko'p. O'rtoqlar Prime 2 ga o'zingizlarga yana qo'shib almas beradi. Mana bu yerda 2 Prime mana shunday narsalarni beradi, keyin mana bu yerda ma'lum podarkani beradi. Albatta almas ham qo'shib berishim aniq. Xullas o'rtoqlar, xullas profilidan bilib turganlaringdan mana bu oq soch bor, keyin mana bu Neymarga bor. Bu maskalarni uncha zo'r emas bular. Mana albatta qora ko'z bor bunda. Va orqasida esa Ronaldoni qizil futbolkasi bor va bu yerda 10 raqamdagi, mana bu 18 raqamdagi va pastisi yo'q Ronaldoni va kirsoqgacha bo'yoq propsdan berilgan va bir marta maqsadga chiqilgan. Mana bu emoji bor, Mishkan emojisi. Davay game. Mana bu var obzorni emojisi bor, keyin priestda salomlar. Atak mana bu sumka bor keyin. Mana bu o'ldirganlarning loot box. Parishlar mana yaxshisi bor. Bu yerdan esa to'liq mana shu gadjet yo'q. Eng yaxshi shu. Va sport karta mana. Sportlarda mana mashina bitta bu yo'q. Tak, mana bitta masaga chiqqan, mana akkaunt ko'rib turibsizlar, yaxshi akkaunt olmoqchi bo'lsanglar, aytiga 50 so'm qanday qilib tashlaymiz kartaga desanglar, Telegram kanalimni hozir ko'rsataman, oxirida Telegram kanalimni ko'rsataman. Atak bunisiga chat qilibdi. Endi esa sumkani chat qilamiz o'rtoqlar, sumkani qarang, turishini qarang. Sumkani qarang. Endi esa loot boxni ko'rasizlar, mana boyoq propsdan beriladi, mana parashyutdan ko'rasizlar hozir. Parashyut qiz bolaning ko'rasiz, atak normal turadi. Hech qachon mana buni qo'ymang. Eng bo'lmasi doska mana shu bo'ladi. Eng yaxshi shu xolos. Bu yo'lda ketayotganingizda mana bu arajasi bilinib qoladi, qayerdan ko'rinib turgani bilinib qoladi. Eng sport kardan endi mana normalisi endi shu xolos. Tak, arujalarga kiramiz. Arujalardan ham nasib bo'ladi. MK ga masaga chiqqanda beriladi u. Zolta almazga chiqilgan, almazga chiqqanini bir marta. AK ga o'z beradi. XM bo'lsinga. Keyin qozonga tekishinga bor. Keyin mana bu ilongi, mana bir balo avtomatik, keyin asteshka 80 ga. Keyin MP5 ga O'qunda P90 ga mana nasibga bitta skin, ana normali ko'ringan va Vektorga skin bor. Vektor ko'p odamda yo'q, mana Drabovikga mana shunday skin bor. Magitga zajim shekilli avtomatik. Bunga esa ikkita kunga ekan. Betortiga kerak emas. Mini o'ziga nasib ekan. Bitta skin, bunga bitta. Qo'shilgan bitta skin ekan. Kulak yo'q, albatta kulak yo'q, mana albatta yo'q. Olmoqchi bo'lgan TJK Pro ham ololmay qolgan. Mana biz tinka ham olmoqchi bo'luvdi, ololmay qoldi. Atak yana nima qoldi mana bu yerdan stinkani ko'raylik, stinkani. Zolota va shikida emas, yerni qo'shing shart emas. From now on, I'll do whatever I want. Yo'q, kamgina personaj. Atak nima bo'lgani, nima bu? Tak, men sizlarga ko'rsatmagan narsam nima qoldi?
Bo'ldi manimcha If they think I'm a monster, profilga yozilgan. Hozir Telegram kanalimni ko'rsataman hozir. Chiqamiz. Qarang. Shuna Telegramga kirasiz. Shuna joyini bosasizda, qarang. Mana bu yerga hozir men sizlarga nomerimni beraman, ammo telefon qilib o'tirmay bu nomerga. Yoki mana buni beraman. Mana bu saytda yozasizlar, mana shu saytga skaner qilasizlar, короче. Skaner qilsa Warden Jere yozilgan mejalarga avvalda bo'lgan, mana shunga mana shunga nima qilsa, mana Telegram kanalim chiqib keladi, o'sha akkauntni qancha so'mligi ham turgan bo'ladi. Xullas, men sizlarga boshqa stream paytda qilmoqchi bo'lsam, shunga kirib nima qilasizlar? Короче, hozir nomerimni berishim kerak men sizlarga. Nomerim qani men nomerim? Nomerim yo'qmi? Nomerim qayerga yo'q qoldi? Ya bu mana YouTube'ga atak. Nomerim qani meni? Подписчикga yo'q, bitta emas. Tak, men nomerim qayerga ketdi? Atak, mayli nomerim chiqmaydigan ekan, sizlarga nomerim chiqmaydigan bo'lsa, shuni qarab turingda. Warden Jere yozib ko'raylik, qani chiqarmikan hozir ko'raylikchi. Shunga kiramiz. Warden pastki chiziqchadan o'rtoqlar, pastki chiziqcha. Mana pastki chiziqcha Jere. Ammo pastki chiziqcha Jere yozsanglar chiqarkan mana atak bu mana bu narsa kerakchilar, mana shunaqangi narsa bu ham. Hozir men bu videoni bosh Telegram kanalimga qo'yib yuboraman. Обязательно kirib like bosib qo'ying. YouTube'ga ham bosib qo'ying o'rtoqlar.